Assalomu alaykum aziz obunachilar. O'sha XMG ekskavatorni palis tulkalari bitdi. Xudo xolisa. Ama palislari ozgina uzunlagan, shabe solib zavodskiy qilib qo'yib berdik, xudo xolisa. Mana bu boltlarni qo'yib, shaybalarni qo'yib, yo'qlarni chiqarib berdik. Bu joylarda tavatnitsalar bo'lmagan ekan. Bu joylarini ham o'chib, yo'q yuradigan qilib berdik. Zavodskiy bu joyda yo'q yurmas ekan. Xudo xolisa chiroyli xizmat qiladi. Bitti. Xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Joyida xizmat ko'rsatamiz. Ekskavator tayyor.